2026 yil avgust oyi bilan sentyabr oyi Umra ziyoratiga borish narxlari necha puldan bo'lyapti va reyslar qayerlardan uchilyapti va Saudiyadagi sharoitlar qanaqa bo'lyapti? Hozir biz Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. To'liqroq ma'lumotni Abdukarim hoji akamizdan olib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum hoji aka. Alaykum assalom. Xizmat bilan charchab qolmayapsizlarmi? Yaxshimi, eson keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Obunachilarimizdan ko'p savollar tushyaptiki, narxlar necha pul bo'lyapti? Avgust oyi bilan sentyabr oyi narxlar o'zgaradimi yoki tushadimi? Va Saudiyadagi sharoitlar qanaqa bo'lyapti? To'liqroq ma'lumot shu yurtdoshlarimizga bersa, nima deysiz? Bo'ldi, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha tushuntirib beramiz. Birinchi savollarimizdan biri, ko'pchilikdan tushadigan savollardan biri, reyslar qaysi viloyatlardan uchiladi? Ya'ni vodiyli do'stlarimiz ham bor, vohali do'stlarimiz ham bor. Undan tashqari bizni qo'shni Tojikiston va qo'shni Qirg'izistondan kuzatayotgan yurtdoshlarimiz ham bor-da. O'shunga reyslarimiz qaysi viloyatdan uchilishini bir qator aytib bersangiz, shu yurtdoshlarimizga manfaatli bo'lib qoladi, xudo xolasa. Orada oyda kamroq bo'lsa ham Termiz, Jidda reysini ham qo'yyapmiz vohalilar uchun. Asosan reyslarimiz Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina, Namangan, Madina, Farg'ona, Madina reyslarida yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni Farg'onadan ham, Namangandan ham, Toshkentdan ham, Termizdan ham reyslar bor. Bor reyslar. Reyslarimiz narxi necha pul bo'lyapti? Yurtdoshlarimiz ko'p kutilmagan holatda narxini ham aytib o'tib ketsak. Toshkentning narxlari $995 qilib beryapmiz. Bu to'liq paket. Agar vizalari bo'ladigan bo'lsa $100 minus qilib $895 qilib beramiz. Ya'ni $995 Toshkent Madina reyslari. Hamma yo'q ichida, to'g'rimi? Misol vizasi, borish kelish bileti, 50 boshisi, undan tashqari oziq-ovqat, sayohat, ziyorat hammasi shuning ichiga kiritilgan. Hammasi shuning ichida. Vodiydan necha pul bo'lyapti? Vodiydan mana shu avgust oyiga boraman deganlarga $1025 qilib beramiz. $1025. Sentyabrdan o'tgandan keyin $1050 ga to'liq paket, unga ham viza bo'ladigan bo'lsa $100 minus qilib beramiz. Ya'ni avgust oyining oxiriga hozir 1025, sentyabrga o'tsa $1050 bo'ladi. Bu $1050 ichiga nimalar kiritilgan? Ko'pchilikdan tushadigan savollardan biri, Gasisan masofasi qancha deb tushuniladi? Ya'ni Madina bilan Makka, shuni bir qator tushuntirib bersangiz. Madinada markaziyada bo'ladi, 300 metrdan 500 metrgacha masofada bo'ladi. Makkada Sama Alimis mehmonxonasiga qo'yamiz, 800-900 metrda tashkil etadi. 800-900 metr Makkada. Paketimiz standart plus paket. Standart plus. Buni standarti ham bor. Mehmonxonasi 2 kilometr tashkil qiladi. Uni batafsil ma'lumot olish uchun telefon qilib, narxini arzonroq qilib beramiz. Narxi arzonroq chiqadi, ya'ni 2 kilometr gassisiya tushiradigan bo'lsa. Oziq-ovqat masalalari qanaqa? Misol Madinada necha mahal, Makkada necha mahal va o'zimizning milliy taomlar bo'ladimi yoki turk arab taomlari bo'ladimi? Shu haqida ham bitta Makkada, Madinada 2 kecha turiladi. Turk milliy taomlari beriladi, turk taomlari beriladi. Madinada. Makkada o'zimizni mag'ilonli oshpazlar 3 mahal o'zimizni milliy taomlar qilib berishadi. Ya'ni Makkada milliy taomlar bo'ladi. O'zimiz milliy taom, o'zbek milliy taomlar bo'ladi. Bo'ldi. Undan tashqari bizga tushadigan savollardan biri, Madina bo'ylab sayohatlar va Makka bo'ylab sayohatlarimiz bormi shu narxning ichida? Madina bo'ylab sayohatlarimiz Qubo masjidi, Xurmo bog'i, Qiblatayn, ya'ni 2 qiblali masjid va Uhud tog'iga boriladi. Makka mukarramadachi? Makka mukarramada Savr g'ori, Arofat, Muzdalifa, Mino, Jamorot, Jabarun Nur, ya'ni Hiro g'ori tashkil qiladi. Yana qo'shimcha piyoda sayohatlarimiz bor. Jannatul Ma'alla. Makka bo'ylab, haram hududi bo'ylab. Jannatul Ma'alla, Jin masjid, Daraxt masjid, Bayroq masjid. Shunga o'xshash yana qo'shimcha sayohatlar bor. Bundan oldin gaplashganimizda bonusga ham Qizil dengizni shu yurtdoshlarimizni olib boryapsiz Qizil dengizga degan gapingizni eshitib qoldik. Shu Qizil dengiz ham shu narxning ichida bo'ladimi yoki shu narxning ichida Qizil dengiz sayohatini ham bonus qilib qo'shib beramiz. Borib kelishaveradi. U xohlovchilar boradi Qizil dengizga. Bo'ldi. Yurtdoshlarimizga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Undan tashqari O'zbekistondan umra safariga borayotgan yurtdoshlarimizning ayrim qismi yoshi katta odamlar bo'ladi. Makkada doktor xizmatlarimiz bormi va undan tashqari aravacha xizmatlarimiz bormi? Shu haqida ham bitta qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Mehmonxonamizda 5 ta, 6 ta, ana boring 10 ta aravacha bo'ladi. Endi doimiy aravachada yuradigan o'zining aravachasini olganini taklif qilamiz. Sababi mehmonxonamizga ulardan oldin borib kimdir endi egallab olgan bo'lsa, u ketgungacha band bo'ladi. Lekin bo'sh turgan bo'lsa, bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Doktor sohasiga keladigan bo'lsa, birinchi tibbiy yordamni berishadi. O'zlarida bor dorini berishadi. Agar surunkali kasalligi bor bemor bo'lsa, o'zi bilan doimiy ichadigan dorisini olib olishni tavsiya qilamiz. Bo'ldi. Ya'ni paketlarimiz 14 kun 15 kunlik paket, shunaqami? Shunaqa. Keyin ko'pchilikdan tushadigan savollardan biri 50 boshlar o'zlari birga ketadimi yoki Saudiyada kutib oladimi degan savollar bo'ladi. Hikmat Travel'da qanaqa? 50 boshli aeroportdan o'zlari olib ketishadimi yoki Saudiyani o'zida kutib olishadimi? Bizda 100 ga yaqin 50 boshlarimiz bor. Kim ochirti kelgan bo'lsa, shu odam o'sha 50 boshni o'zi bilan olib ketadi. Agar Makkada turgan 50 boshni ochirti kelgan bo'lsa, demak o'zi aeroportda kutib oladi. Batda ketayotganda ham o'sha samolyotga kamida bitta ikkita 50 boshni birga o'zi olib ketadi, aqda 50 boshni kutib oladi. Ya'ni bitta ketayotganda bo'lmaydi, ya'ni bitta yo'l boshchi bo'ladi. Bor, yo'l boshchi bor. Bu o'zi Hikmat Travel'da maxsus litsenziyasi bor. Litsenziyalarimiz bor. Mana turgan yonimizdagi qog'oz bir bo'lsa litsenziya.
O'zbekistonda adashmasam hozir 14 ta 15 ta firmaga litsenziya berilgan. Ular qatorida do'stlar Hikmat Travel'da ham o'zining maxsus litsenziyasi bor. Bemalol Hoji akamizning telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqsalar ham batafsil ma'lumotni Hoji akamiz o'zlari beradilar. Undan tashqari Hoji aka o'zingiz ham 50 boshlik qilib turasizmi? O'zimiz ham 50 boshlik qilamiz. Bir oyda bir marta boramiz. Siz o'zingiz qachon gruppa yig'ib qachon olib ketasiz? O'shani ham 19-sentyabrga gruppa yig'yapmiz. Buni ham narxi $1050. Men o'zim borganimga qo'shilib qolmaydi, shu narxning ichida. O'zingiz olib ketib, ya'ni o'zingiz olib kelib qo'yasiz. O'zimiz olib borib, o'zimiz olib kelamiz. Biz endi nazorat uchun borib turamiz orada. $1050. Siz Toshkentdan olib ketasizmi yoki vodiydan uchasizlarmi? Farg'ona, Madina reysiga qo'yganmiz 19-sentyabr. Bo'ldi, do'stlar, tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Kim qanaqangidir savollar qolib ketgan bo'lsa, kommentariy yozsalar ham qo'ldan kelsa savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Bo'lsam Hoji akamiz o'zlarining telefon nomerlarini qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, telefon nomerlarini qoldiryapmiz, aloqaga chiqib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Keyin ko'pchilikdan tushadigan savollardan biri to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Misol bankdan qilinadimi yoki ofisga kelib qilinadimi yoki boshqa yo'llari bo'ladimi? Bosh ofislarimizga kelib so'mda to'lov qilsa bo'ladi. O'sha kungi davlat kursida so'mda to'lov qilinadi. Agar to'lovga naqd bas bank orqali to'laymiz deyishadigan bo'lsa, shartnoma chiqarib beramiz, bank orqali to'lov qilsa ham bo'ladi. Ya'ni bank orqali to'lov qilsa ham bo'laveradi. O'zlariga ishonchliroq bo'ladi. Aldanib qolish ehtimoli kamroq bo'ladi. Keyin yana asosiy savollardan biri qolib ketibdi. Bizda hozir qo'shni Tojikiston, Qirg'izistonni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz bor. Ular ham sizlar firmalaring orqali Umra ziyoratiga borish imkoniyatlari bor, to'g'rimi? Bor. O'shlilar uchun Namangan yaqinroq, Qizilqiya bu tomoni uchun, demak, Farg'ona yaqinroq reyslarimiz bor. Andijondan ham sentyabrga reyslar qo'yamiz, o'shlilar uchun yaqin bo'ladi. Tojikistonliklar uchun ham bu yaqinroq bo'lsa Farg'ona, bo'lsa Toshkentdan uchiraveramiz. Uchiraveradi. Bemalol bitta pasportlarni Telegram, WhatsApp orqali tashlab berib, keyin qolgan to'lovlarni gaplashilsa bo'laveradi, to'g'rimi? To'lovlarini 3 kuni ertaroq aeroportga borishdan birar soat oldinroq kelishi, ofisimizga kelib to'lovini qilib aeroportga borib registratsiya borsa bo'laveradi. Ya'ni 30-avgustga bo'lsa, misol, kech payt reys uchilik olmasa 30-avgust kuni kelib turib, ertalab kelib turib ofisga borib to'lov qilib bersa ham bo'laveradi. Shunaqa imkoniyat qilib beramiz boshqa davlatlarga. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda esdan chiqarmanglar. Kommentariy inshaalloh ota-onamiz biz ham olib borishlik nasib qilsin deb yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.